Endi leksiyamiz dikkat kılan hürmetlik vatandaşım. Ahırkı leksiyamiz. Mavzu mındak. Steve Bannon. Bilesizler Aksaray'da Prezident Trump'nın məsləhətçisi bolğan, baş məsləhətçi bolğan kişi. Amerikanın Cungunun baş götürüşüge yol koyu siyaseti intayin xatarlik. Mavzun yani bir okuyuta hürmetlik vatandaşım. Steve Bannon Amerikanın Cungunun baş götürüşüge yol koyu siyaseti intayin xatarlik dedi mavzulu haber. 12. ayının 18. günü Amerika Ovazı'nın Xitay Tili programması ilan kılındı. 12. ayının 18. günü Steve Bannon Amerika'nın Cungunun baş götürüşüge yol koyu siyaseti intayin xatarlik dedi mavzulu haber. 12. ayının 18. günü Amerika Ovazı'nın Xitay Tili programması ilan kılındı. Endi başlayımız. Götürüyorlar vatandaşım. Bundak mavzuları adam heves bilen sizlerge sözleydi de şuna üç katım anlattım. Beni keçiriyorlar hürmetli vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlar xabar mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatları Brand Light axborot to'rining ijroiya raisi Steve Bannon Moshe haftaning oxirida Yaponiyada mundaq ko'rsatdi. Amerika ve Şarkı Janubi Osiyodagi ittifoqlash davlatlar ittifoqlashishi kerak. Amerika ve Şarkı Janubi Osiyodagi ittifoqlash davlatlar ittifoqlashishi kerak. Cunguni o'rtaq cheklashi kerak. Junguning qo'rqinchli ve yuzi qilin sharmandalarcha qora niyatini cheklash kerak. Kechiringlar vatandosh. Cungunun qo'rqinchli ve yuzi qilin sharmandalarcha qora niyatini cheklashi kerak. Steve Bannon mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Amerika'nın göllenişi planını kol söylep işleşki başladı. Prezident Trump Amerika'nın gölleniş planını kol söylep işleşki başladı. Steve Bannon Aksaray'da Prezident Trump'a stratejilik baş məsləhətçi bolğan idi. Steve Bannon mundaq hesapladı. Cungunun üstünlüğüge ve özlüksüz üsüvatqanı zorvallık niyetiga qarata Amerika Qo'shma Shtatları ve Amerika'nın ittifaqlaşları el qılğuç siyaset belgilash davriga kirib keldi. Dikkat vatandaş. Steve Bannon mundaq hesapladı. Cungunun üstünlüğüge ve özlüksüz üsüvatqanı zorvallık niyetiga qarata Amerika Qo'shma Shtatları ve Amerika'nın ittifaqlaşları el qılğuç siyaset belgilash davriga kirib keldi. Junguga qarata el qilg'uch siyaset belgilash davriga kirib keldi. Steve Bannon 20. asırda xalqaro jamiyatning natsistlar Germaniyasiga sukut qilganligini misol qilib agahlandırıp mundaq ko'rsatdi. Jungudak bundaq özlüksüz baş götürüvatqan raqobatchiga sukut qilish siyosatini yo'lga qo'yish intayin xatarli. Steve Bannon mundaq ko'rsatdi. O'tgan bir necha 10 yil ichida Amerika Junguning baş götürüşüge sukut qilish siyosati qo'llandi. O'tgan bir necha 10 yil ichida Amerika Junguning baş götürüşüge sukut qilish siyosati qo'llandi. Biz bunu o'zgartirishimiz kerak deb bildirdi. Biz bunu o'zgartirishimiz kerak deb bildirdi. Amerika Junguning baş götürüşüge sukut qilish siyosati qo'llandi. Prezident Trump hükümeti biz bunu o'zgartirishimiz kerak deb bildirdi. Amerika amaliyoti Junguga olpang topshirilgan davlat bo'lishini to'xtatish kerak. Dikkat vatandaşım. Amerika amaliyoti Junguga olpang topshirilgan davlat bo'lishini to'xtatish kerak. Amerika'nın Jungu bilan bo'lgan savdosida har yili 500 milliard dollar atrofida qizil raqam ko'rildi.
Amerika'nın Cungo bilan bolgan soğusu da her yıl 500 milyar dolar atrapıda kızıl rakam kötürüldü. Hürmetli vatandaşım 500 milyar tokoşuna. 2 yılda 1 trilyon. Oy, nemi gep oy, acep mi çıdap kepti ama Amerika bir dana canım dostum ve vatandaşım. 1 yılda 500 milyar tatırıp ya kızıl rakam. 2 yılda bu 1 trilyon degen gep. Steve Bannon mundaq hesapladı. Ötken 25 yılda Amerika Qo'shma Shtatlari ve bu devletning rayon doirasidagi ittifoqlashlari strategik siyoset ustida hech qanday ish qilmadi. Ötken 25 yıldan beri deydi Steve Bannon, Amerika Qo'shma Shtatlari ve bu devletning rayon doirasiga ittifoqlashlari strategik siyoset ustida hech qanday ish qilmadi. Jungo demokratik davlatlarning boshlig'iga besib kirdi. Demek hazır Jungo chet ellarda Jungo qarshi faoliyat qilyapman degan. Yoki qilyapti deyilgan har qanday tashkilotni o'zining kontrollik ostiga elib bo'ldi degan. Bu mush gapni tahlil qilsak shunday ma'no chiqadi. Jungo demokratik davlatlarning boshlig'iga besib kirdi. Steve Bannon mundaq hesapladı. Amerika qatarlıq demokratik davlatlar kartini o'zi tizib, o'zi o'ynashiga, Jungoning kartini o'zi tizib, o'zi o'ynashiga yo'l qo'ydi. Bu demokratik davlatlarni ishni ulg'aytirish rolini o'ynadi. Bu demokratik devletler işte ulg'aytirish rolini o'ynadi. Bannon o'xshashda mundaq hesapladı. Jungoning qarinini cheklashda Amerika Qo'shma Shtatlarining rahbarlari dezerdes qiltiqiga tushib qolishdan saqlanish lozim. Ya'ni yangi bosh ko'targan davlat cho'qim avvalgi darajadan tashqari davlat xiris qiladi va mundaq tahdidga aslidan bar bo'lgan darajadan tashqari davlat cho'qim javob qaytardi. Neticede uğraştan saqlanğılı bo'lmaydi deydigan dezerdes qiltiqini tushib qolishdan saqlanish lozim. Bu nazariyani qadimgi grek tarixshunosi Dezerdes o'ttirib qo'ygan edi. Inkas. Birinchi inkasdan bu shu maqola, bu xabarga nisbatan mundaq deyil. Amerikaning yuqori qatlami oxiri o'ylanibdi. Ahire tushunibdi. Jungo bilan hamkorlashish yo'l bostin teri talab qilishdir. Ilgari keyin bo'lib Jungo vayron qildi. Hozir eng muhim bir vazifa shuki, Jungoni xalqaro bozordan qo'qlab chiqarish kerak. Jungoga eksport qiladigan ilg'or texnika, torbat texnikasi, elektronlik texnika, mablag' va aqliy bilim eksport qilishni bekor qilib, Jungoni asli holatiga qaytarib, Çavuşan bilan sheriklashib, Kompartiya Çavuşan prezident Vladimir Putinni birga qilish kerak. Bu 3 davlatni birlashtirib qo'yish kerak. Lukchak gaday bo'lsa, davlat ojizlashsa, ma'rifatlik dunyo shuncha bexatar bo'ladi. Bu lukchak hokimiyat bilan yo'qotgandala insoniyat va ma'rifat andin taraqqiy qila oladi. Yuqori xabarni ko'rib, hayajonlangan, ta'sirlangan mendek birisi tuvandagidek inkas yozibdi. Hozir ko'rdingiz, men shundaq hissiyotim bilan, aqlim bilan o'zim qo'shilib tayyorlagan bir maqolamni sizlarga leksiya qilib so'zlayman desam, yo bir mashina keladi, yo bir aeroplan keladi. Vatandoshim, biz tuvanda muhokama qilamiz, shu vaqtida bu xabarni yana bir qatam to'liqlaymiz. Meni kechiringlar.